Tasavvur qiling, siz kosmik kemada o'tiribsiz. Yer asta-sekin uzoqlashmoqda. Oyning ulkan kulrang yuzasi esa tobora kattalashib bormoqda. Sizdan pastda 384 ming kilometr uzoqlikda Yer sharining moviy nuri ko'rinadi. Aynan shunday manzarani Artemis 2 missiyasi astronavtlari o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Bugun sizlarga insoniyatning Oyga qaytish yo'lidagi eng muhim missiyalardan biri bo'lgan Artemis 2 haqida so'zlab bermoqchiman. Avvalo, Artemis nomi qayerdan kelgan? Qadimgi Yunon afsonalarida Artemis Oy ma'budasi hisoblangan. NASA yangi Oy dasturiga aynan shu nomni berdi. Chunki dastur insonlarni yana Oyga olib borishni maqsad qilgan edi. Ko'pchiligimiz Neil Armstrongning Oyga qadam qo'yganini bilamiz. Bu voqea 1969-yilda sodir bo'lgan. Ammo 1972-yildagi oxirgi Oy missiyasidan keyin insonlar Oy tomon uchishni to'xtatishdi. Tasavvur qiling, yarim asrdan ko'proq vaqt davomida hech bir inson Oy yaqiniga ham bormadi. Artemis 2 missiyasi aynan shu tarixiy qaytishning muhim qismi bo'ldi. Bu missiyada 4 nafar astronavt ishtirok etdi. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch va Jeremy Hansen. Bu ekipajning o'zi ham tarix yaratdi. Victor Glover Oy tomon uchgan ilk qora tanli astronavt bo'ldi. Jeremy Hansen esa Oy tomon uchgan birinchi kanadalik astronavt sifatida tarixga kirdi. Christina Koch esa Oyga uchgan birinchi ayol kosmonavt bo'ldi. Astronavtlar Orion deb nomlangan zamonaviy kosmik kemada uchishdi. Orion oddiy kosmik kema emas, u insonlarni uzoq kosmik sayohatlarga olib chiqish uchun yaratilgan. Kelajakda hatto Marsga uchish missiyalarida ham shunga o'xshash texnologiyalardan foydalanish mumkin. Orion kemasini fazoga olib chiqqan raketa esa SLS, ya'ni Space Launch System edi. Bu raketa shu darajada kuchliki, uchirish paytida uning dvigatellari millionlab ot kuchiga teng energiya hosil qiladi. Endi NASA yashirgan sirlarga o'tsak. Artemis 2 astronavtlari Oyga qo'nishmadi. Ular Oy atrofini aylanib o'tishdi. Lekin bu oson vazifa emas edi. Ular Yer orbitasidan chiqib, insoniyatning so'nggi 50 yildagi eng uzoq ekipajli kosmik parvozlardan birini amalga oshirishdi. Parvoz davomida astronavtlar Oyga 100 minglab kilometr masofagacha yaqinlashishdi. Ular Oyning biz Yerdan ko'ra olmaydigan orqa tomonini ham kuzatishdi. Qiziq tomoni shundaki, Oy bizga doim bir xil tomonini ko'rsatadi. Uning narigi tomonini faqat kosmosga chiqqan insonlar yoki apparatlar ko'ra olardi. Missiya davomida ekipaj ko'plab tajribalar o'tkazdi. Kosmik kemaning aloqa tizimlari, hayot ta'minoti tizimlari, navigatsiya uskunalari va xavfsizlik texnologiyalari sinovdan o'tkazildi. Balki kimdadir savol tug'ilishi mumkin. Nega shuncha pul sarflab yana Oyga ketish kerak? Buning sabablari juda ko'p. Birinchidan, Oyda ilmiy tadqiqotlar olib borish mumkin. Ikkinchidan, olimlar Oy qutblarida muz holatidagi suv mavjudligini aniqlashgan. Kelajakda bu suv ichimlik suvi va bundan tashqari kislorod va hatto raketa yoqilg'isi ishlab chiqarishda ishlatilishi ham mumkin. Uchinchidan, Oy Marsga uchish uchun bir turdagi kosmik baza vazifasini bajarishi mumkin. Shuning uchun ko'plab mutaxassislar Artemis dasturini Marsga olib boradigan yo'lning boshlanishi deb hisoblashdi. Artemis 2 missiyasining muvaffaqiyati butun dunyo uchun katta voqea bo'ldi. Chunki bu insoniyat hali ham kosmosni o'rganishda davom etayotganini ko'rsatdi. Bugun biz Oyga qaytish haqida gapiryapmiz. Balki 20-30 yildan keyin odamlar
Marsda yashash haqida gapirishar va o'sha kelajak sari tashlangan muhim qadamlardan biri aynan Artemis 2 missiyasi bo'lib qolar. Sizningcha, insoniyat avval Oyda doimiy baza quradimi yoki to'g'ridan-to'g'ri Marsga uchadimi? Yerdan boshqa sayyorada hayot bormi? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.